Mana shunday ajoyib qishloqdan. Да я сыну рассказываю. Mana shunday ajoyib qishloqdan uy ko'ramiz hozir. Tabiatni ko'ringlar. Mana manzara. Mana shu yo'ldan 800 metr o'tsak katta yo'lga chiqamiz. Yo'llar yaxshi. Yo'llar yaxshi. Великий Лук shahridan bu qishloqgacha taxminan 25 kilometr. Rayon markazi Kunya shaharchasiga esa 10 kilometr atrofida. Mana bu qo'shnilarni ko'rsatyapman hozircha. Mana bunaqa qo'shnilar. Yaylovlar ko'p atrofda. Ahamiyat beringlar. Qishloq do'ngda turibdi. Aholisi kam deyman, yani mana pastani to'g'rayimizda ikkita uy, ikkita ayol yashaydi shu ikkita uyda. Mana bu esa mana shu ko'rib turganimiz bog', bizning hovli bo'ladi. 50 sotik yerda joylashgan. Men yo'lda turibman. Uy mana bu. Mana shu uy. Mana to'g'rayimizda bitta uy naryoqdagi g'ishli uyda mana bu chol kampir yashaydi ekan, kelib bizga uylarni ko'rsatyapti. Bulardan traktorlari bor ekan. Qo'y echkilari videoga olgani ruxsat bermadi negadir. Sallalik xavfsiradi. Mollarimni ko'z tegadi deganmi, mollarimni tushirmanglar degandi. Lekin qo'y echkilari ko'p ekan. Katta molxonalari bor mana bu uyda orqasida. Shu uchun xo'jaliklari katta xullas. Harakatda shu yerda tirikchilik qiladi. Bizning hovli esa mana shu hammomdan. Mana shu hammomdan bu yog'ida 50 sotik yer. Uy mana shu registratsiya qilgan, propiska qilgan, sveti bor, mana ko'rib turibsizlar, stolbadan. Mana svet tushgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, assalomu alaykum o'zbegim. Yeri yaxshi. Yeri yaxshi, yo'llari yaxshi. Shaharlarga uzoq emas. Tabiati go'zal. Narxi salkam tekin. Albatta tekin. 50 sotik yerni o'zi menimcha arziydi. Va mana bu uyda mana tomi butun. Tashqarisi endi bunday eski uylar shaharliklarki mana shunaqa eski uylarda oladida obshevka qiladilar. Tashqaridan obshevka qiladilar, ichkarini tozalaydilarda abo'yi klaylab. Abo'yini klaylab, dacha qilib kelib ishlatadilar. Mana bog' katta ekan. Mana buni qarang, nariyoqqa ketgan olmazor, sliva, grushalarni ko'ryapman. Bu yil olma rosa soldi. Mana bu o'tin. Xo'sh. Mana bu hovli. Hozir uyga kirib chiqaylikda azizlarim. Mana uyning ko'rinishi mana shu endi. Ko'p yoqimli emas, endi puliga yarasha. Mana deb so'kavermanglar. Puliga yarasha mana shunaqa uy. Mana shunaqa uycha 50 sotik yer. Ichkarini ko'raylik. Bülbüller sayrashini eshitinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bittadan like bosinglar. Like bosinglar, yangi kirganlaring obuna bo'linglar. YouTube kanalimga o'tinglar azizlarim. YouTube kanal ochganman. Hozir ko'p joyda Telegram, YouTube yo'q-ku. Shuning uchun YouTube kanal ham ochganman. Mana bu veranda qismi bo'lsa, buni buzib tashlash kerak. Buni tep-tekis qilib buzib tashlash kerakda. Ko'rsatib o'tirmayman. Mana chap qo'limizda esa uyda asosiy qismiga mana shunday kirishdi. Mana da suruk, mana ichkari tashqaridan xuddi chiriganga o'xshaydi-ku. Ichkarida mana bollarlar soppa-sog'. Mana elektrika. Mana shunday kirsak, o'ng tomondan mana shunday katta pechka. Ko'rinishidan sog' ishlaydiganga o'xshaydi. Puli
Puli mahkam. Puli mahkam. Patologi chiroyli. Patologni ko'ringizmi? Tep-tekis. Tep-tekis patolog. Mana shu endi birinchi xona bo'lsa taxminan 4 metrga 5 metr bo'lsa taxminan 20 metr atrofida, lekin bir 5 metrlarni mana bu pechka egallagan. Maydoni katta pechkani. Xo'sh, pol mustahkam, patolog tep-tekis va katta pechka. Mana keyingi xonaga kirsak endi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana buni ham mana pollarni ko'rib qo'yinglar. Mana poli mahkam. Mana bu 3 ta deraza va qanchadir eski mebel. Eski lekin yaroqli mana bunaqa divan, ikkita kravat, mana shkafchalar, счетчик. Bu xonaning maydoni taxminan 5 ga 5 katta maydoni. 25 kvadratlar bor. Shuning uchun uycha ko'p kichkina degan bo'lmasdim. Mana shunaqa uy. Mana shunaqa uy. Remont talab qiladi. Hozir yozda shunday supurib tozalab yashasa bo'ladi. Qishgacha albatta uni remont qilib o'ziga keltirish kerak azizlarim. Ana endi ko'chani ko'ramiz. Mana bu bog' bo'lsa, hovlining to'rida hovuz bor dedi qo'shnilar. Shu hovuzni ko'raylik, men o'zim o'tmaganman. Bugun 17-may bo'lsa, o't mana allaqachon tizza bo'yi bo'ldi. Buni qaranglar, bog' juda katta ekan. O't tizza bo'yi. Ana qo'shnining xo'jaligi. Katta issiqxonalari bor ekan. Atrofda anchagina yerdan pichan o'ramiz deyishdi. Mana hovlimizda mana bundaqa hovuz. Taxminan tozalash kerak. Taxminan 5 metrga 7-8 metr, 30-40 metrlar mana shunaqa hovuz. Mana bog'ni yonida, mana to'rayimizda uy. Mana bu hammomcha, qo'shni hammomi, ana shundan bu yog'i bizning hovli bo'ladi. Va mana shu voy bu o'tni qaranglar. Mana bu o'tni qaranglar. 50 sotik yerdagi mana bu bog'. Ko'p yildan beri odam yashamaganda bu yerda mana shunday turibdi hozir, o'zining egasini kutib. Kelinglar azizlarim. Kelinglar, orttiringlar. Ana hovlimizning yon boshida mana stolbada turna. Ays turna bo'ladimi? Tarjima qilaylikchi. Juda go'zal joy. Do'ngligini qaranglar, mana pastlik, ana dalalar, qo'shni qishloq, o'rmonlar pastlikda. Bizning uy esa mana do'nglikda turibdi. Aytgandek, suvni ko'rsatmadim sizlarga. Uyimizning yonida shlanga yotibdi. Skvajinadan qishin yozin suv oqadi, hozir ko'rsataman. Tiniq suv. Mana bu hovlining to'riga kelyapman-da. Mana shu to'rida ham bir narsa bor deyishdi. Hovuz qazilgan deyishyapti. Agar mana shu hovuz bizlarda uchastkada bo'lsa-mi? Bizlarda uchastkada bo'lsa-mi agar, men hozir buni egasi bilan qo'ng'iroqlashib aniqlayman. Xuddiki bizda uchastkada bo'lishi mumkin. Mana bu hovuzni ko'rib qo'yinglar. Bu juda katta hovuz. Mana qaranglar, maydoni bir 15 metrlar bo'lsa, shu taxminan bir 150 metrlar borda atrofida. Mana shu maydonda baliqlar ham suzib yuribdi.
Mana shunaqa hovuz. Bizni hovlimizni to'rida. Bizni hovlimizni to'rida, demak, ana qo'shnilarga berib qo'ymaymiz. Ular ochko'zga o'xshaydi. Berib qo'ymaymiz bu. Endi egasidan surishtiraman hozir. Bizga qarashli bo'lish kerak. Mana bu yerda qandaydir shlanka yotibdi. Bunaqa shlanka yotibdi. Xo'sh, yana bir bor mana pastdan turib manzara. Mana bu bog'. Mana bu hammasi hovli, to'rimizdagi uyimiz bo'ladi. Mana bu esa qo'shnilar. Endi yo'lga chiqmasga suvni ko'rsatayin. Mana qaytib yo'lga chiqdim. Ana qo'shni qo'ylari, echkilar ana yuribdi uyning oldida. Essiz tushirgani ruxsat bermadi. Mana yana bir bor. Mana bu yo'l bilan tikka kirib kelamizda. Kichkina derevyani mana shunday to'g'riga kirishda birinchi uy mana shu bizniki bo'ladi. Endi mana bu yerda sizlarga shlangdan qishin yozin oqib turgan suvni ko'rsatsam. Mana. Mana shlang, mana suv. Tip-tiniq skvajinadan oqib turgan suv. Bu qishin yozin oqadi, bu yopilmaydi. Yopilsa muzlaydi. Shuning uchun napori ham yaxshigina ekan. Ichimlik suv shunday yo'lning narigi betida. Mana uylaringda 10 metr. Xo'p ajlarim, endi minuslarni ham ko'rdilaring bu uyda, pluslarni ham ko'rdilaring. Uyda remont qilsa bo'ladi, remont qilib yashasa bo'ladi. Albatta xarajat talab qiladi. Yer ajoyib. Qishloq tinch, sokin joyda, do'ngda joylashgan. Aholisi kamgina. Mana bu yo'l bilan 800 metr yursak, katta yo'lga chiqamiz. Gruntoviy katta yo'lga chiqamiz. Bu yerda har 2-3 kilometrda qishloqlar, qator orasiga qishloqlar ketgan. Kunya rayon markazigacha taxminan 10 kilometr. Veliki Lukida man doim aloqada bo'lib, yelkada turib turamiz. Taxminan 25 kilometr bu yerdan. Shuning uchun kelib mana shuni orttiringlar. Hech bo'lmaganda registratsiya propiskaga olsalaring. Xudo xolasa endi baribir bu yerda biron narsa qilish kerak-da. Shunday ajoyib yerda tashlab qo'ygani chiroyli bo'lmaydi. Bu yerda hech bo'lmasa kelib dacha qilib ishlatinglar. Issiqxonalar qilinglar. Yer ko'p atrofda. Agar 50 sotik kam desalaring, atrofda qishloq xo'jalik yerlaridan arendaga olsak bo'ladi. Xo'p azizlarim, endi narxiga kelsak, 90 ming rubl so'rayapti, lekin hujjatlar joyida emas ekan, uni men to'g'rilayman. Uni meni yuristlarim chiroyli qilib taxlaydi. Ana shu xarajatlari taxminan 50-60 ming bo'ladi ekan. Xullas 150 ming rublga tushadi. Dollarga esa o'zlaringiz hisoblab olasizlar. Hammalarni yaxshi ko'rmayman. Ko'rishguncha.